Bugungi kunda xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularni bandligini ta'minlash va daromad manbaini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qo'shko'pir tumanida ham o'z mehnati va intilishi bilan nafaqat oilasi, balki boshqa xotin-qizlar uchun ham ish o'rinlari yaratayotgan tashabbuskor ayollar safi tobora kengayib bormoqda. Tumanning Bahriston mahallasida istiqomat qiluvchi Husniya Otanazarova bir necha yildan buyon qandolatchilik bilan shug'ullanadi. U turli bezaklardagi tortlar, pishiriqlar hamda shirinliklarni tayyorlab, buyurtmalar asosida mijozlarga yetkazib bermoqda. Mahsulotlarning did bilan tayyorlanishi sabab bugun uning doimiy mijozlari soni ham ortib bormoqda. Eng muhimi, Husniya opa o'z faoliyatini faqat shaxsiy daromad manbai sifatida emas, balki boshqalarga ham imkoniyat yaratish vositasi sifatida yo'lga qo'ygan. U ishsiz xotin-qizlarni ish bilan ta'minlab, ularga qandolatchilik sirlarini o'rgatmoqda. Natijada ko'plab xotin-qizlar kasb egallab, o'z daromadiga ega bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritmoqda. Ish faoliyatimni 2018dan buyon boshlab, hozirgi kungacha davom ettiryapman. Mahalliy bozorlarga chiqardim. Faqat shirinliklar bilan cheklanib qolmay, yarim tayyor mahsulotlarni ham ishlab chiqarishni boshladik. Bitta fillarni ikkita qilyapman. Hozirda mana shu ishimiz bilan mahalliy aholimizni mahsulotlarimiz bilan ta'minlab beryapmiz. Tumanning Nizag'az mahallasida yashovchi Sohiba Sabirova ham mehnati bilan el e'tirofiga sazovor bo'layotgan tadbirkor ayollardan biri. U salatchilik yo'nalishini tanlab, bugungi kunda to'y-hashamlar, oilaviy tantanalar va turli marosimlar uchun buyurtma asosida 30 dan ortiq turdagi salatlarni tayyorlamoqda. Har bir buyurtmaga mas'uliyat bilan yondashayotgan Sohiba opa sifat va didni ustuvor mezon sifatida belgilagan. Shu bois uning xizmatiga talab yildan-yilga ortib bormoqda. 3 yil oldin boshlaganmiz ish faoliyatimizni. Hozirgi kunda shu 50 dan ortiq shogirdlarni chiqarganmiz. Yangiga kelgan 10 dan ortiq shogirdlarimizga ish o'rgatib turibmiz. 2 ta ishchimiz bor hozirgi kunda. Men oldimga qo'ygan maqsadlarim yanada ko'p qizlarni shu ishga jalb etib, salatni sir san'atlarini o'rgatib, yarim tayyor mahsulotlarni qanday saqlanishi, sotib etilishlarini o'rgatib, ularni kelajakdagi hayotini tayyorlash. Ish faoliyatimizni boshqa tumanlardan kengaytirish niyatimiz bor. 30 dan ortiq salat sotamiz. O'z mehnati, izlanishi va tashabbusi bilan faoliyat yuritayotgan bu kabi tadbirkor ayollar oilasi farovonligini ta'minlash bilan birga mahallalarda xotin-qizlar bandligini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga ham munosib hissa qo'shmoqda.